Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan xurmodan desert tayyorlaymiz. Vaznli insonlar uchun, parhez qilayotgan insonlar uchun juda qulay keladi. Yumshoq xurmoni po'stlog'idan ajratib olib, yaxshilab po'stlog'ini olib tashlaymiz. Xurmoni go'shtlarini o'zini ajratib olamiz. Xurmo avvaliga keltirib olamiz. Kakaodan juda ham ekonom desert tayyorlaymiz, lekin juda ham mazali. Bir yesangiz dimog'ingizda ta'mi qoladi. Yana ham yegingiz keladi. Parhez qilayotgan insonlarga ko'proq shirinlik ham yegingiz keladi. Shu vaqtda shuni tayyorlab yesangiz ham kaloriyali ham shirin, kakao qo'shamiz. 2 dona xurmaga 4 qoshiq kakao qo'shdim. Massangizni va blenderga solib yaxshilab qorishmani biriktirib olamiz. Qilib xohishiga ko'ra xohlagan idishlarga shaklda xohlagan idishlariga solib chiqishi mumkin. Men shu taqsimlar xohishiga ko'ra alohida ajratib yo'ladiga idishlarga solishga qaror qildim. Muzlatgichda xolodilnikka bularni 2 soatga tindirishga qo'yamiz. 2 soat xolodilnikda tingan. Xohishga ko'ra bezatishingiz mumkin. Saxarli pudra yoki bo'lmasa shakarli kakao, shokolad qo'shishlari mumkin. Xohishga ko'ra yasab olamiz. Men shakarga ko'ra xohlasanglar shokolad qo'shdim. Xohlasanglar o'zingiz shunchaki yesangiz ham bo'ladi. Parhez qilayotgan odamlar shakar yemaslik uchun qo'shma qo'shmasa ham bo'laveradi. Bir tayyorlab yeb ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Juda ham mazali, yoqimli ishtaha. Hammaga like va podpiskani ayamanglar. Sizlar uchun tez va oson tayyor bo'ladigan uy sharoitidagi qulay taomlarni tayyorlab yetkazib berishga harakat qiling. Like bosishni unutmang.